Izzatullo aka, studentlarga budjetliroq ozish va vazn to'plash bo'yicha qanaqadir tavsiyalar bormi? Yoki bu sport turi qimmatmi? Men ham boshlaganimda student bo'lganman. Ovqatimni sumkaga pishirib olib yurardim, solib. Kerakli miqdorda oqsil qabul qilish uchun sportniy pitaniyalardan foydalanardim. Sababi o'sha 100 gram go'shtda olinadigan quvvati, oqsili 1 pors proteinda bor. Bir banka proteiningiz o'rtacha hozirgi kunda $50. $50 proteiningizda 70 pors protein bo'ladi. Bu degani o'rtacha 7 kilo go'shtda bor oqsilni olsangiz bo'ladi. Shu orqali siz go'shtdan qabul qiladigan oqsil miqdoringizni, go'sht oladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda narxdan kelib chiqadigan bo'lsak, 10 millionga qadalib ketadi. Siz shuna qilib budjetingizni qisqartirsangiz bo'ladi. O'rtoqlarim bilan ovqatlangan paytimda bir xil budjetda ovqatlanardik, bir xil summada. Lekin men o'zimga kerakli miqdorda oqsil, uglevod, yog'lar qabul qilganim uchun men hamisha sportivniy ko'rinishda bo'lganman. Lekin bir xil miqdorda, pul tomonidan bir xil miqdorda ovqatlanganmiz. Asosiysi tajriba va sizni xohish istagingiz. Hozirgi kunda hamma narsaning ilojisi bor. Men o'zim studentlik paytimda ratsionimni yozib qo'yganman. Studentlarga qiziq bo'lsa, kommentariyda student so'zini yozib qoldirsin, men direktdan tashlayman.